Mana hozir o'quv markazimizda massaj kursini bitirib olgan qizlarimiz o'tiribdi. Hammaligi mana 3 ta gruppani jamlaganmiz. Rahmat. Omad bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat. Shunchalik sizga vaqtingizni ajratib, kirib uchun, oilalarda vaqt ajratganingiz uchun hammangizga Alloh rozi bo'lsin. Umidlarim ziyoda bo'lsin. Manzilimizdan ham har doim uchun bo'ladi. Siz o'zi guldaram go'zalsizlar. Gulosiz so'rib qoladi. Shuning uchun biz arzimasa ham bizani doim eslab yuradigan qilib narsa oldik. Arzimasa ham rahmat. Narsa o'rganishimizga sababchi bo'ldingiz. Dalila sog'lasa rahmat. Siz ham rozi bo'ling. Biz ham rozimiz. Hammanglar yaxshisizlar. Keldinglar, o'qidinglar, bir-biringlarni tanidinglar, o'rtoq orttirdinglar, uyda ham o'tiruvdinglar-da. Avvalambor uylardagi qaynana, qaynatalarga, eringlarga rahmat-da, sizlarni jo'natganiga. Sizlarga rahmat, rozi bo'linglar. Bizga shuncha mana sovg'alarni ko'tarib, paket ol, ichidagi sovg'ani ol, yugur, pul yig'ib. Bu o'zi emas-da, hammani jamlashdi. Sizlarga ham kattakon rahmat. Meni nomimdan boshqa o'qituvchilar ham sizlarga minnatdormiz.